Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi issiqxonamizdan bitta o'z egalariga topshirdik. O'z egalari mamnun bo'ldilar qilgan ishlarimizdan. Mana issiqxonamizni yuqori 2 qavatli bo'lgan. Ochilishi, yopilishini ko'rsatamiz hozir. Ochinglar bo'ldi. Bo'ldi, yopaylik. Tepa ko'tarib qo'yaylik. Ozgina bo'ldi. Shu zanjir bilan ochib yopiladi. Arkalarimizni oralig'iga keladigan bo'lsamiz, birinchi qavatdagi arkamizni oralig'i yana bu arkadan bu arkaga qadar 1,5 metr bo'lgan. Tashqi ichidagisi 2,60 ga qo'yilgan arkalarning. Balandligi 2 metr bo'lgan, pomidor hosiligacha bo'lgan joyda mana yon bakovlari 2 metr. Mana o'rtaga yig'ib qo'yiladi. Xitoy 100 mikronli salafanlar bilan yopib berilgan bu yerda. Bu yerda 2 qavat bo'lgan mana. Latokli bo'lgan mana bunisi ochib qo'yilgan mana. Mana yo'llarda havo almashadigan bo'lgan mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Masketli setka bilan hasharotlar kirmas uchun. Bu tarafda, tashqi tarafda portichkalargacha qilganmiz. Eshik portichkalar bor, mana yuqorisida portichkamizni qiya ochib qo'yganmiz. Ana